Nima uchun aynan Turkiyani ko'p tanlashadi? Bariatriyaning maqsadi normaga emas, normagacha tushirish. Qandli diabetman, o'zi yaram bitadimi? Oshqozon operatsiya qildirsam deganda qanday javob berasiz? Yarasi bemalol bitadi. Infarkt sababi ham shu semizlik. Bariatriya mana shu holatni ham normaga qaytaradi. Natijada bemor sog'lom turmush tarziga qaytadi. Bariatriyadan keyin o'zi xohlagan vaznda qotib qolishi mumkinmi? Shunaqa bemorlar bor. Bariatriyadan keyin misol uchun qayta vazn yig'gan bemorlar bor. Butun umr vitaminga o'tirib qolaman degan fikrlar bu noto'g'ri. Eng yuqori vaznli bemoringiz necha kilo bo'lgan? 225 kilo. 103 kiloga tushganlar hozir. 70% ga erta o'limni xavfini kamaytirib beradi. Ayollarda jinsiy a'zolarni raka deymiz, oldini oladi. O'zi qanday qilinsa, qaysi texnikada qilinsa ishonchli? Kelajakda bemor bariatrik operatsiya o'tkazganmi, yo'qmi, qoringa qarab turib umuman farqlash mumkin emas. Bemorimizda vazni kichkina bo'ladigan bo'lsa, unda biz operatsiyaga olmaymiz. Assalomu alaykum, Yashin TV YouTube kanalining aziz kuzatuvchilari. Demak, bugungi studiyamiz mehmoni boshqa mehmonlarimizdan ancha farqli. Nimagaki, biz 14 yillik tajribaga ega bo'lgan bariatriya xirurgi Obid aka Rizayevni chaqirganmiz. Obid aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Studiyamizga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Xo'p, nimaga bugun sizni chaqirdik? Bugungi kunda bilsak kerak, hammamizga ma'lum, bariatriya operatsiyalar juda ham ko'payib ketdi. Ko'pchilik ayollar ozishga qiziqib, misol uchun yuqori vesdagilar operatsiyalar qildiryapti. Va bugungi kunda nega bu darajada talab ko'payib ketdi va bu operatsiyalar ham ko'payib ketdi? O'zi qaysi biri ishonchli, o'zi qanday qilinsa, qaysi texnikada qilinsa ishonchli, shular haqida umumiy qilib gaplashamiz. Keling, yaxshisi avval beradigan savolim, o'zi qayerlarda o'qigansiz? Bu sohani egallash uchun borib qayerlarda malaka oshirgansiz? Shu haqida to'xtalsak. Yaxshi savollar, yaxshi aktual temalar ko'tarildi deb o'ylayman. O'zimni tanishtiradigan bo'lsak, men 14 yildan beri xirurgiya sohasida ishlab kelaman. Undan oldin ham xirurgiyada faqat kichkina lavozimda ishlab kelganman. Men o'qigan joylarim avvalambor Turkiya, Istanbulda bir necha marta malaka oshirganman. Undan tashqari Ozarbayjon, Hindiston, Ukraina, Moskvani ham ko'rdim adashmasam. Moskva, Peterda va shu qator ko'plab dunyoku yetarlicha davlatlarda malaka oshirib kelganman. Aynan bariatriya sohasida o'sha yo'nalishda ham ko'plab davlatlarda bo'lganman. O'zi biz asl kelib chiqishimiz umumiy xirurgmiz, ya'ni qorin bo'shlig'idagi aytarli aksariyat amaliyotlarni amalga oshiramiz. Shu jumladan hattoki onkologiyani ham biz bu xirurgiyadan, umumiy xirurgiyadan torlashib bariatrik xirurgiyada hozirgi kunda ko'proq faoliyat yuboramiz. Shunaqa bemorlarimiz bor, faqatgina semizlik emas, qo'shimcha kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, ya'ni grija boyaga aytganingizdek bo'lishi mumkin, o't qopida muammo, ichaklarda muammo bo'ladigan bo'lsa, o'shalar qatorida bariatriya bilan bir qatorda ularni ham bartaraf qilib ketish, Xudoga shukr, qo'limizdan keladi. Bugungi kunda nimaga O'zbekistonda emas, umuman ko'pchilik joylarda, lekin O'zbekistonda bariatriya operatsiyalari ommalashdi? Nima deb o'ylaysiz, Obid aka? O'zi butun dunyoda bu bariatriya sohasi azaldan rivojlanib kelgan soha, faqat bizda emas. Bizaga yangi kirib kelgan, yangi emas, kirib kelganiga 5-6 yil bo'ldi, ko'zga ko'rinayotganiga. Lekin 10 yil, 15 yil oldin ham bizda bariatriya asta-sekin qilinayotgan edi. Yangi soha bo'lganligi uchun hammaga birdan rivojlanib ketgandek ko'rinyapti. Aslida unday emas. Bu butun dunyoda qilinib kelayotgan, o'z isbotini topgan xirurgiyaning yo'nalishi. Hozir ko'pchilik o'ylashi mumkin, aynan bariatriya haqida bilmaydiganlar ham bor. Tomoshabinlarimiz orasida kuzatuvchilarimizga biroz bariatriya operatsiyasi haqida ma'lumot berib o'tsak, tushuncha o'rnida. Xo'p, bariatriya bu asosan oshqozon va ichak sistemasida amalga oshiriladigan xirurgiya hisoblanadi. Bunda bariatriyani asosiy maqsadi nima? Bemorda bo'ladigan metabolik o'zgarishlar, ya'ni semizlik, qandli diabet, yog'larni almashinuvi kabi bo'ladigan holatlarni normaga qaytarish. Hammamizga ma'lum, bu hozir sanab o'tgan qandli diabet ham, semizlik ham, ya'ni men bu ateroskleroz, yog'larni almashinuvi deymiz, soddaroq aytadigan bo'lsak, qon bosimi, gipertoniya deymiz, bemorlarning ko'pida bo'g'imlarda bo'ladigan og'riqlar, bular hammasi bemorlarda ovqatlanish tartibini buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasallik. Va bariatriya mana shu oshqozon va ichaklarda qilinadigan shunaqangi operatsiyalarki, mana shu o'zgarishlarni hammasini normaga keltiradi. Natijada bemor sog'lom turmush tarziga qaytadi.
ya'ni sog'lomlashadi. Mana misol uchun hozir bariatriya haqida ma'lumot berib o'tdik. Oldingizga keladigan yuqori vazndagi o'sha ayollarmi, erkaklar bo'ladimi? Kelishdan oldin baribir konsultatsiya oladi sizdan. Ko'pchilik ayollar bugungi kunda baribir qomatiga hamma ayollar e'tiborli qarayapti. 70-75 kiloda kelgan ayollar ham operatsiya qildirmoqchi bo'lganda, misol uchun qanday maslahatlar berasiz yoki birdaniga operatsiya boshlanib ketadimi? Qanday bo'ladi? Bariatriyaning asosiy maqsadi sog'lom turmush tarziga qaytarishdan iborat. Agarda bu operatsiya faqatgina standartlar asosida qilinadi, bemorimizda vazni kichkina bo'ladigan bo'lsa, unda biz operatsiyaga olmaymiz. Nima Bu uchun? standart bo'yicha. Misol uchun 70-75 kilo, 80 kilo atrofida. Mana bunaqa narsa borda, bu bariatriya faqatgina chiroy uchun emas. Bariatriya mana bunaqa chiziq bor, bo'y va vaznni nisbatini olamiz. Agarda shu indeks massa tela deymiz, 30 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu bizga tomonidan o'ylangan narsa emas, butun dunyo olimlari tomonidan o'ylangan. Qachon operatsiya qilinadi? Qachonki semizlik, ya'ni ortiqcha tana vazn kasallik olib kelishi mumkin, kasallik holatiga o'tishi mumkin. Bo'lgangina holatdagina operatsiya ko'rsinov bo'ladi. Ya'ni boyagi indeks massa tela Markaziy Osiyo xalqlari uchun 30 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu operatsiya ko'rsinov bo'lib hisoblanadi. Undan pastini biz birontasini operatsiyaga olmaymiz. Demak, o'zini ham bariatriya qilish uchun o'z qonun qoidalari bor. Standartlar bor. Agarda shu standartlarga to'g'ri keladigan bo'lsa, operatsiya o'tkazamiz. Ma'lum bir holatlar bor, vaznga to'g'ri keladigan. Aynan vazn haqida gapiradigan bo'lsak, bemorimizda qandli diabet ikkinchi tipi bo'ladigan bo'lsa, boyagi vazni kichkina bo'lsa ham olishimiz mumkin. Mumkin demak. Qarang, yo'q, qarang. Faqatgina semizlik bo'lsa, semizlik emas, faqatgina ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, unda boyagi 30 dan yuqorisini olishimiz mumkin. Agarda qandli diabet bo'ladigan bo'lsa, unda indeks massa tela past bo'lsa ham olishimiz mumkin. Boyagi vazni kichkina bo'lsa ham olishimiz mumkin. Bemor kelyapti, qandli diabet bilan kelgan bemorlar, ular men ortiqcha vazndan qutulmoqchiman deb kelmaydi. Ular men qandli diabetdan tuzalmoqchiman deb keladi. Unaqa holatda vaznga juda ko'p ham e'tibor berilmaydi. Vazni nisbatan 30 dan pastroq bo'lsa ham operatsiyaga olishimiz mumkin. Tushunarli. Boya yuqorida aynan 70-75 kilo atrofidan ham atrofida bo'lgan ayollarni ham operatsiya qilganmiz. Chunki qandli diabet bo'lgan ikkinchi turi dedingizda, o'sha uchun shu savolni berdim. Boya sanab o'tganimizdagi metabolik organizmda metabolik, ya'ni moddalar almashinuvi buzilishi natijasida qandli diabet ikkinchi tipi kelib chiqadi. Qandli diabet ikkinchi tipini kelib chiqishining o'zi sababi asosan 80% sababi bu ortiqcha vazn. Ortiqcha vaznli bemorlarda ma'lum bir vaqtdan keyin qandli diabet kelib chiqadi. Bizani metabolik xirurgiyamiz yoki bariatrik xirurgiyamiz aynan qandli diabetni ikkinchi tipini davolashda 98% yaxshi natijalarga erishib kelyapti. Bu butun dunyo statistikasida isbotlangan narsa. 98% natija beradi. Keyin siz bilan borib suhbatlashdik-ku, Shohmed centrda o'sha borib gaplashganimizda siz aytdingizki, hozircha bizda yagona, Toshkentda yagona va yana boshqa joylarda ham bo'lyapti. Operatsiya usulini o'sha aynan yangi jihozlar orqali yoki yangi texnikalar orqali qilish haqida suhbatlashdik. Shu haqida biroz gapirib berasizmi? Endi biz bariatrik operatsiyalarni robotlashgan xirurgiya yordamida amalga oshirishimiz mumkin. Hozirgi kunda endi mana kirib keldi, Akfamedline kirib keldi. Bizda 21-yilda kirgan bor edi. Endi kirib keldi, urologiya markaziga kirib keldi robot. Lekin ularda hali boshqa klinikalarda bariatrik xirurgiyani robot yordamida qilish hali amalga oshirilmagan. Bizning klinikamizda robot yordamida ham amaliyot o'tkazishimiz mumkin. Robot nimasi bilan afzal? Afzalliklari shundaki, bemorda yuqori aniqlikda amaliyotlarni amalga oshirishga erishish mumkin. Shunisi bilan robot xirurgiya afzal. Undan tashqari robotsiz ham qilinadi. Uni narxi faqat biroz farq qiladi. Albatta. Shuni narxini ayta olasizmi? Chunki kelishingizda ham juda ko'p so'rashgan ekanda, u anaqada kommentlarda o'qib chiqdim. Shu narx haqida ham to'xtalib bera olasizmi? Bariatrik operatsiyalarning qator turlari bor. Turlariga qarab turib farqlashimiz mumkin. Narxlar farqlanadi to'g'rog'i. Bizda hammasi press-kurant kiritilgan. Bizda 26 milliondan eng oddiy sliv gastroshuntlash turlari borki, 50 milliongacha bo'lgan turlari bor. U robotda qilinadi demak, 50 milliongacha bo'lgan. Eng qimmatida robotda qilinadi. Demak, mana sizda narxlar markazda 26 milliondan 50 million so'mgacha dedingiz. Lekin men boshqa markazlarni narxlari bilan qiziqdim intervyu qilishdan oldin. U yerda aynan 1200 dollarga ham, 1000 dollarga ham, hatto 900 dollarga ham topish mumkin. Bu yerni bilan u yerning afzalliklari nimada? Nimaga aynan u yerlarda arzon? Endi hozirgi kunda bariatriya bu biznes bo'lib ketdi.
zo'r reklamani qilib turib, haligidagi shunaqa joylar bor, men endi nomlarini aytib o'tirmayman. O'zini xirurgi ham hattoki yo'q, kerak bo'lsa mutaxassislar ham yo'q. Ko'chadan xirurg chaqirib turib ham operatsiya qildirayotganlar bor. To есть marketing bu yerda. Chista marketing ketyapti. Endi nima uchun sizlarda qimmat? Men o'ylayman, bizda o'zimda necha yillik tajriba, qator davlatlar tajriba oshirib kelganman. Xudoga shukr. Shu sabab ham narxi nisbatan qimmatroq etishi mumkin. Undan tashqari klinikamizga keladigan bo'lsak, klinikamiz nomi chiqqan katta klinika. Klinikamizda aytarli bemorlar, qanday bemor kelishidan qat'iy nazar, yuragida muammo bo'ladimi yoki qanaqadir nevrologik muammo, ichaklarida muammo bo'ladimi yoki qanaqadir qo'shimcha kasalliklar deymiz-ku, shunaqa bo'ladigan bo'lsa ham, shunaqa holatda bo'lsa ham yechim topib keta oladigan holatda klinika mutaxassislar bilan ta'minlanganligi, jihozlanishi klinikani, bizning klinikamizda misol uchun 7 ta operatsionni bor. Kardiologik, neyroxirurgik, travmatologik va shunga o'xshash qator ginekologik, urologikmi, hamma aytarli aksariyat mutaxassislar bor. Bunaqa klinikada nima uchun narxi arzon bo'lishi kerak? Sifatli va ishonchli, endi kafolatlangan deb bo'lmaydi-yu, nisbatan kafolati yuqoriroq bo'lgan klinika bo'lgandan keyin albatta narxini qimmatroq qo'yishga haqqi bor deb o'ylayman. Albatta o'zimizning mehnatimizni qadrlaymiz. Misol uchun shunday bemorlar bor, bugungi kunda sog'ligi yaxshi emas, lekin imkoniyati yo'q. Shularga qanday maslahat berasiz yoki qanday paketlaringiz bor bunday insonlar uchun? Qarang, bizda boyiga aytdik-ku, narx masalasida 26 million. Endi biz ham insonmiz, biz ham bandamiz. Imkoniyat cheklangan yoki qanaqadir haqiqatan yordamga muhtoj bo'lgan bemorlarga har doim yordam berib kelgan kunlarimiz bo'lgan, tekinga operatsiya bergan kunlarimiz ham bo'lgan. Haligi hamma xarajatini klinikadan ham iltimos qilib, klinikamizni administratsiyasi ham, ma'muriyati ham tushunadigan insonlar, men o'ylayman, necha marta yordam berishgan, tekinga qilib bergan kunlarimiz ham bo'lgan. O'zi qanday holatlarda bariatrik operatsiya kerak o'zi, doktor? Shu haqida endi ma'lumot bering, ko'pchilik balki bilmas. Balki bu orqali, intervyu orqali bilar bu narsani. Bariatrik xirurgiya bu metabolik xirurgiya. Metabolik xirurgiya degani bu moddalar almashinuvi, buzilishi. Ya'ni orcha vazn, qandli diabet, gipertoniya, davleniyaning oshishi, dislipidemiya, mana infarkt, insult kelib chiqishiga sabablar bor-ku. O'shalar hammasi moddalar almashinuvi buzilishi. O'sha narsani kompensatsiya qilish uchun bariatrik xirurgiya o'ylab topilgan. Agarda bariatrik xirurgiya o'tkaziladigan bo'lsa, nafaqat vazn kamayadi, mana orcha vazn bor, orcha vazni 80-90% kamayadi. 100% emas. Bariatriyaning maqsadi normagacha tushirish. Normaga emas, normagacha tushirish. Shu qatorda bemorda, mana bemorlarimiz keladi, qandli diabet bilan og'rigan, ko'p yildan beri og'riydi. Bir necha xil turdagi insulinni oladi, bir necha xil turdagi qandli diabetga qarshi tabletkalarni ichadi. Operatsiya qilamiz, bironta tabletka, bironta insulinga muhtojlik qolmaydi. Shunaqa bemorlarimiz bor. Mana bilasiz, yosh kattalarda hozirgi mana onalarimiz, buvilarimiz bilasiz, qator tabletkalar ichishadi. Haligi tabletka uchun yechaykalar qo'yishadi, ertalab buni ichadi, obeddan keyin buni ichadi, qon suyultiradigan dorilar qator dorilarni ichadi. Bu aslida noto'g'ri. Bariatriya, misol uchun, mana shu holatda ham normaga qaytaradi. To есть 80-90% dorilardan voz kechishga olib keladi. O'shanisi bilan bariatriyaning afzalligi bor. Avval demak bariatriyaga borib, keyin plastik xirurgga borish kerak, qonuni bo'yicha. Yo'q, hammada ham emas. Ma'lum bir vazni yuqori darajada ko'tariladigan bo'lsa, avval bariatriya qildirib, keyin plastik xirurgiyaga borgani ma'qulroq. Sababi bemorlar simmetrik holatda ozish uchun, to есть yuzi, yelkalari, boshqa tananing boshqa qismlari bir xilda vazn tashlash uchun. Misol uchun, oyog'ini qildirsa, misol uchun yelkasi keng bo'lib tursa, g'alati-ku, bunda olib qarasa, to'g'rimi? To'g'ri. Shunda ham tekis ozadi, ham mana ideal qomatga ega bo'ladi demoqchisiz. Shunaqaroq desam bo'ladi. Ko'pchilik men gaplashsam aytadiki, bariatriya qildiraman, lekin ayrimlarini ko'rib qo'rqib qolganman deydi-da. Unda qo'rquv bor. Shu qo'rquvni oldini olish uchun qanday gaplarni ayta olasiz? Motivatsiya qildirmoqchi bo'lganlarga. Agarda bariatriya standartlarga boyiga vazn to'g'ri keladigan bo'lsa, ko'rsatmalar bilan operatsiyaga olinadigan bo'lsa, yetarlicha tajribaga ega bo'lgan xirurgda amalga oshiriladigan bo'lsa, undan tashqari yaxshi jihozlangan klinikada amalga oshiriladigan bo'lsa, boyiga sanab o'tilgan asoratlar bo'lish ehtimolligi keskin pasayadi. Bularni boyiga hozirgi jarroh, klinika jihozlanishi, xodimlarning tajribasizligi bo'ladigan bo'lsa, unda albatta asoratlar bo'lish ehtimolligi yuqoriga oshib boradi. Aynan bariatriya haqida gapiryapsiz, operatsiyasi haqida, lekin men ko'pchilik bemorlarni ko'ryapman. Avval juda ko'p edi, lekin hozir ozaygan. Turkiyaga borib oshqozonlarini kestirib kelishadi. Nima uchun aynan Turkiyani ko'p tanlashadi? Lekin bizda ham yetarli mutaxassislar bor-ku.
Mana misol uchun o'zingiz ham Turkiyada adashmasam amaliyot o'tab malaka oshirib kelgansiz, to'g'rimi? Albatta bemorlarimizni ishonch izlab Turkiyaga ketishadi. Men bir necha marta Turkiyada malaka oshirib kelganman, 21, 22 ko'p marotaba Turkiyada bo'lganman. Aynan malaka oshirish uchun va ularning tajribasini o'rganib kelish uchun. Hozirgi kunda bizani klinikamizda bizning tomonidan amaliyot o'tkazilayotgan amaliyotlarni hech qanaqa farqi yo'q yoki hech qanaqa kam joyi yo'q. Men ishonch bilan ayta olaman. Nima bariatriya sohasida qanaqa yordam ko'rsatilishi mumkin bo'lsa, bizda ham xuddi shu amaliyot bajarilishi mumkin. Demak, birga bir to'g'rirog'i. Faqat farqi Turkiyadaligi. Shunday? Endi chet el xo'roz qandtiki deyishadi-yu. Shunaqa. Tushundim. Xo'roz qand chet elga desa, xo'roz qand chet el desa, xo'roz qand chet el desa yotib olib berishadi deydi-yu, shunga o'xshaydi. Tushunarli. O'zimizda ham demak shunaqa yetarli shifokorlar, xirurglarimiz bor. Faqat uni bilishmaydi. Nima desam, marketing Turkiyada kuchli, bunday olganda ko'rsatish darajasi. Shunaqa desa ham bo'ladi. Sizni Instagramda reelslaringizni ko'rib bitta narsani ko'rdim. Siz bir operatsiyani o'zida 3 ta 4 ta muolajani qilar ekansiz. Misol uchun, aynan bariatriya muolajasini qilayotgan paytda ichaklar yallig'lanishi, o't pufagini olish va grija kabi birdaniga 3 ta 4 ta operatsiyani ham qilgansiz. Shu haqida gapirib bera olasizmi? Birdaniga u qiyin emasmi? Yoki bo'lmasam bir paytda o'zida shunaqa davolanishi mumkinmi? Bemorlar yengil bo'lishi mumkinmi? Albatta hamma qo'shimcha yana operatsiya qilinadigan bo'lsa, hammasi ko'rsatma asosida, standartlar asosida qilinadi. Nima uchun qila olamiz? Chunki bizda yetarli tajriba bor. Qo'shimcha kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, hammasini bartaraf qilib ketishga imkoniyat darajasida albatta yetarli tajriba bor. O'shaning uchun men o'ylayman, yondosh kasalliklarni ham bemalol bartaraf qila olamiz. Bizda faqatgina bariatriya emas, boyagi qorin bo'shlig'idagi aytarli aksariyat qo'shimcha muammolarni hal qilish, undan tashqari onkologiya kerak bo'lsa ginekologiya, kerak bo'lsa urologiya. Qandli diabetning ikkinchi turi. Qandli diabetning ikkinchi turida hammasini bartaraf qilish imkoniyati bor. Bu albatta xirurg tajribasidan kelib chiqqan holatda bajarilishi mumkin. Hozir qandli diabetning ikkinchi turini davolaymiz deyapsiz, lekin men eshitganman, endi bu qanchalik rost to'g'ri, qandli diabetlarda, ya'ni sahrlarda yara bitishi holatlari juda sekin. O'zi kelganda bemorlar qandli diabetman, o'zi yaram bitadimi, oshqozon operatsiya qildirsam deganda qanday javob berasiz? Xo'p, birinchisi bemorda katta kesmalar bo'lmaydi, faqatgina teshiklar orqali amalga oshiriladi. Qorinda 4 ta yoki 5 ta 1 santimetrga gacha bo'lgan kesmalar bo'ladi. Yaralar kichkina bo'lgandan keyin bitishi ham oson. Bemor tiklanishi ham oson, reabilitatsiyasi ham oson. Undan tashqari, siz Instagramda ko'rgan bo'lsangiz kerak, operatsiya o'tkazgan bemorlarimizning aksariyati ertasiga sahr normaga tushadi. Operatsiya misol uchun operatsiyaga kirishdan oldin 10 bo'ladimi, 20 bo'ladimi sahr, 30 bemorlar bilan olganmiz, ertasiga yoki indiniga sahrni o'lchasak 5-6 bo'ladi. Agar sahr norma mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, yarasi bemalol bitadi. To есть qo'rqmasdan kelib operatsiya o'tkazadigan bo'lsa, yarasidan hech ham xavotirlanmasa bo'ladi, что yarasi birlamchi bitadi. Sahri normada bo'lganligi uchun. Bemorlarda yuqori semizlik bo'lgandan keyin qorin old devorida fartuk ko'rinishida osilish bo'ladi. Ya'ni o'ta plastik xirurgiya amaliyoti o'tkazilgan, to есть fartukni osilib qolgan terini olib tashlash natijasida ter bitmagan yara, chunki halimada sahri juda baland edi, qandli diabet bilan og'rigan va qondagi qand miqdori juda yuqori bo'lgan. O'sha sababli bemorda yarasi bitmagan. Plastik xirurgiyada shunaqaki fartuk katta bo'ladigan bo'lsa, hajmli kesma qilinadi va o'sha sohada bemorimizda chokli bitmagan. O'shaning natijasida vafot etdi. Bariatriya emas, oshqozonni qisqartirish emas. Boshqa operatsiyadan keyin vafot etdi. Bu umuman boshqa operatsiya, bu umuman boshqa operatsiya. Boshqa bariatriya markazlarida qildirib, yana sizga kelib qildirganlar bo'lganmi shunaqa bemorlar va nima uchun? Shunaqa bemorlar bor. Bariatriyadan keyin, misol uchun qayta vazn yig'gan bemorlar bor. Unaqa bemorlarga mana sleeve rezeksiyasidan keyin boyas aytib o'tdik, 5 yildan keyin 30% holatlarda yana qayta vazn yig'ish ehtimolligi bor. Unaqa bemorlar bo'lgan, unaqalarga biz gastroshuntlash amaliyotini o'tkazamiz. Ya'ni ichaklarni gastroshuntlash, ya'ni oshqozonni kichraytirish va ichaklarni ma'lum bir qismini hazm qilishdan o'chirish. Natijada bemorlarning vazni ketishi yana davom etadi va qayta vazn yig'ish ehtimolligi keskin pasayadi. To есть qayta vazn yig'maysa ham bo'ladi. Unaqa bemorlar ham bo'lgan tajribamizda. Bir nechta bemorlarimiz bor. Qayta vazn yig'ganligi uchun operatsiya bo'lgan bemorlarimiz bor va yaxshi natijaga erishgan, Xudoga shukr. Masalan, boshqa yoqda operatsiya qildirib qo'ydi bariatriya va uni noto'g'ri alomatlari menda sezila boshladi. Qanday alomatlar bo'ladi noto'g'ri qildirgan bo'lsam operatsiyani?
noto'g'ri qilinadigan bo'lsa, bemorimizda ko'ngil aynish, qayt qilish bo'lishi mumkin. Doimiy jig'ildon qaynash bo'lishi mumkin. Ovqat esa doim qusish bo'lishi mumkin. Buni erta va kechki asoratlari bo'lishi mumkin. Erta bu yaradan qon ketishi, choklarning yetishmovchiligi kabi narsalar. Bunaqa holatlarda shoshilinch yordam ko'rsatish kerak yoki qayta operatsiyaga olish kerak. Kechki asoratlar bo'lishi mumkin. Haligi ovqat yomaslik. То есть oshqozon kichraytirilgandan keyin oshqozon nay shaklida bo'lib qoladi, ingichka. Nay shaklida ko'rinishga keladi operatsiyadan keyin o'zi odatda o'sha nayda o'tkazuvchanlik buziladi. Bunaqa holatlarda birinchi navbatda konservativ davo harakat qilinadi. Agarda bo'lmasa, operatsiyaga o'tish kerak bo'lishi mumkin. Kecha operatsiyadan chiqib keldim dedingiz-ku. Bironta bemoringizga telefon qila olamizmi antiziv olish uchun? Nima deysiz? Bemalol men sizga bir nechta bemorlarning raqamini berishim mumkin, xohlaganiga telefon qilishingiz mumkin. Endi qanchalik ishonchli bo'lar ekan? Xuddi telefonda bitta yarimtasini gaplashib qo'ygandek bo'lib qolmasmikanmiz? Gaplashib qo'yib telefon orqasida boshqa odam turib, normal holatni aytib turgandek bo'lmasmikan? Xohishingiz, endi telefon qilsak yaxshiroq bo'ladi. Mana ishonchli. Endi bu bilan sizni ishingizni anaqa past baholash yoki boshqa ishonchsizlik qilish niyatim yo'q. Shunchaki tomoshabinlarga isbotlamoqchi edim-da. Mayli, agar xohlasangiz kontaktni qoldiraman tagida, xohlasangiz rasmlarni yoki Instagram kirib bemalol ko'rishingiz mumkin. Demak, Obid aka ko'pchilik bariatriya qildirgandan keyin juda qo'rqinchli ozib ketmaymanmi deb o'ylab qo'rqadi-da. Bariatriyadan keyin o'zi xohlagan vaznda qotib qolishi mumkinmi? Rejalashtirsa bo'ladimi shuni? Xo'p, agarda bariatriya amaliyoti to'g'ri o'tkazilgan bo'lsa, amaliyotdan keyingi davrda bemorlarimiz bizning tavsiyalarimizga amal qiladigan bo'lsa va kerakli vaznga tushgunicha biz bilan bog'lanib turadigan bo'lsa, bemorlar xohlagan, istalgan natijaga, o'zi ko'zlagan natijaga erishishi aniq. Faqat biz bilan bog'lanib turish kerak bemorlar. Tavsiyalarimizga rioya qilish kerak. Misol uchun, shu 1 oy, 2 oy oldin operatsiya qilgan bemorlaringiz bilan bugungi kunda ham bog'lanib tura olasizmi? Hammasi bilan bog'lanib turamiz. Imkon qadar hammasi bilan bog'lanib turamiz. Bizda Telegram gruppa ham bor. U yerda yuzlab bemorlarimiz bor, operatsiya bo'lgan. Bir-biri bilan ham gaplashib turishadi. Aytarli, istalgan vaqtda telefon qilib biz bilan bog'lanishi mumkin. Hammasiga javob berishga biz har doim tayyormiz. Tushunarli. Lekin ko'pchilik o'ylaydi, bu operatsiyadan keyin vitaminlarga o'tirib qolaman, tanamda vitaminlar kamayib ketadi deb o'ylaydi. Bu fikrga qanaqa qaraysiz? Albatta, vitamin yetishmovchiligi bo'ladi. Ayniqsa birinchi 3 oylikda bemorlarda vitamin yetishmovchiligi bo'lishi tabiiy holat. Nimaga? Oldin misol uchun 3 kosalab normada ovqat yeymiz, 3 mahal kamida. Bariatriyadan keyin hammaga ma'lum, ovqat yeyish keskin cheklanadi. Nafaqat ovqat, bu yerda vitaminlar va mikroelementlari, organizmga kerak bo'lgan mikroelementlar tushishi keskin cheklanadi. O'shaning uchun biz bariatriyadan keyingi davrda vitaminlar berib turamiz. Oshqozon hajmi nisbatan kengayib, haligi normal ovqatga kirishni boshlagandan keyin u yog'iga vitaminlarga muhtojlik yo'q bo'ladi. Butun umr vitaminga o'tirib qolaman degan fikrlar bu noto'g'ri. Noto'g'ri. Endi albatta bariatriyaning turlari bor. Mana aynan sliv, ya'ni oshqozonni prodolniy rezeksiya желудка deydi. Unaqada butun umrga vitaminga o'tirib qoladi degan narsa bu umuman noto'g'ri tushuncha. Bariatriyaning qator turlari bor, murakkabroq turlari bor. Ularda juda og'ir bemorlarda qilinadi. Ularda ovqatni keskin cheklash. Даже tushgan ovqatda so'rilishni ham cheklab tashlaydigan turlari bor, murakkabroq turlari bor. Unaqalarda butun umrga vitaminga o'tirishi bor bu narsa. Bu adabiyotlarda ham yozilgan. Albatta, bemorning holatiga qarab turib biz operatsiyani turini tanlaymiz. O'shanga qarab turib vitaminlarni aniq aytishimiz mumkin. Mammuncha ichasan yoki mammuncha ichmaysan deb. O'zingiz belgilab berasiz demak uni. Albatta. Eng yuqori vaznli bemoringiz necha kilo bo'lgan? 225 kilomi? 225 kilo. Bugungi kunda hozir shu odam necha kilo? Hozir operatsiya qilganimga 2 yildan oshdi shu bemori. 103 kiloga tushganlar hozir. Ular yana ozsalar bo'ladi demak. Hali ozarlar, hali vaznlar ketadi. Bariatriya qildirib qanday ijobiy natijalarga erishish mumkin? Men boshqacha boshlagan bo'lardim. Shu hozir bog'lanmay qolishi mumkin deb. Yog' nimada? Ortiqcha yog', ortiqcha vazn. Yog'da patologik estrogen ayollik gormon ishlab chiqaradi. Normasi emas patologik. Bu narsa bizning bemorlarimizda homiladorlik bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun ko'pgina ginekologlar ortiqcha vazni bor bemorlarga aytadi. Sen deydi ozib kelgin. Undan keyin sen homilador. Gormon bilan davolab ko'rishadi, boshqa qator davo bilan davolab ko'rishadi, lekin homilador bo'la olmaydi. Shunaqa bemorlarga ginekologlarning nechtasi bizga yuboradi. Borib ozib kelgin, keyin sen homilador bo'lasan. Haqiqatdan bu o'zini qator bemorlarimiz isbotini topgan. Bemorlarimiz даже shunaqaki 3 oy 4 oydan keyin homilador bo'lib qoladi. Biz aytamiz, "Oy, 1 yilcha homilador bo'lmay turing.
siz haligi organizm quvvat kirib olsin deymiz, lekin 3 oy 4 oy o'tmasdan bemorlarimiz kelishadi, xursand homilador bo'lib qoldim, nima qilamiz endi deb kelishadi. Xo'p, bu ayollarda. Erkaklarda ham shunaqa joyi bor. Yog' ayollik gormoni ishlab chiqaradi. Ayollik gormoni bilasiz, erkaklik gormonini bosib turadi. Shu natijasida erkaklarda ham boyagi xohish, potensiya deymiz, uni ham keskin pasaytirib yuboradi. Bunaqa bemorlarimiz ham juda ko'p. Haligi xohish pasayib ketgandan keyin, oilasi buzilib ketishga tushib qolgandan keyin haligi erkaklar, bilasiz, oilani asosiy ushlab turadigan manbalardan bittasi ham bu haligi potensiyaga ham, xohishga ham bog'liq bo'lgan joyi bor. Pasayib ketgandan keyin bemorlarimiz естественно keladi, shu men ozmoqchiman deb. Unaqa bemorlarimiz ham ko'p. Men nechta tanishlarim bor, даже ikkinchi, uchinchi xotin olgan tanishlarimiz ham bor. Shu darajada haligi hayotga qiziqish uyg'onib ketgandan keyin. Unaqa bemor. Undan tashqari bariatriyaning yana nima afzalliklari bor? Mana erta o'lim deymiz. Erta o'lim sabablari nima bilasizlar? Infarkt, insult. Mana xalqda eshitgansiz, yurak xurujidan o'tib qopti deydi. Mana yuqori vazndagi bemorlarimizda mana shunaqa erta o'lim xavfi ko'p. Bariatriya operatsiyasi 70% ga bu isbotini topgan, 70% ga erta o'limni riskini, ya'ni xavfini kamaytirib beradi. Undan tashqari mana ayollarda jinsiy a'zolarni raka deymiz, o'sma saratoni deymiz. O'shanaqani ham, o'sha kasalliklarni kelib chiqishini ham bariatriya oldini oladi. 30% agar aniq sifra bilan gapiradigan bo'lsak, semiz ayollarda rak, tuxumdonlarda rak, ya'ni saraton kelib chiqish ehtimolligi ozg'inda normal hayotda yashayotgan ayollarga nisbatan 30% yuqori. 3tadan bittasida, ya'ni qo'pol qilib, 3tadan bitta ayolda, semiz ayollarda rak kelib chiqish ehtimolligi bor. Bariatriya qildirsa, shu ehtimolligi ham keskin pasayadi. Bu ham isbotlangan. Shu o'rinda bitta savolda, o'zingizni qarindoshlaringiz ham sizga operatsiya qildirganmi bariatriya? Qildirgan. Qarindoshlarimiz ham operatsiya qilganmiz. Xo'p, juda yaxshi savol, qiziq savol. Endi bemorlarni o'zingga ishonishadimi, qo'ni-qo'shnilaring ishonadimi degan savoldagi qarindoshlarimni endi kontaktini beraman desam g'alati bo'ladi. Xudoga shukr, ishonch bor, qarindoshlarim ham bariatriya. U 22-yilda qilgan qarindoshlarim bor. Даже 21-yilda qilgan qarindoshlarim ham bor. Shunaqaki 120 kilo bo'lgan qarindoshim bor. Saxarni diabet, insulin fonida ham saxari 14-15 dan tushmagan. Necha kun klinikada yotib davolattirib turib, keyin boyagi saxarga qarshi operatsiya qilganmiz. Mana hozir 5 yil bo'lyapti, kechagina ham keldilar. Xudoga shukr, vaznlari ham kamaygan, saxarlari ham normada. 4-5 yillik bu natija ham ma'lumot yaxshi. Yana bitta qarindoshim bor. Shunaqa edik, ularda ham 110 kilomida, mana shunaqa edi. Ularni ham 21 yoki 22-yilda operatsiya qilganman. Ular ham mana shunaqa travmatologda bo'g'im og'riqlari bilan, bel og'riqlari bilan har 6 oyda lecheniya olardilar, afsuski yordam bermagan. Keyin bizga keldilar, operatsiya o'tkazib berdik, xudoga shukr. Yaxshi natijalar, mana hozirgi kunda ham hayotdan mamnunlar, где-то 60 kilolarga tushganlar. Bu ham qarindoshim. Demak, sizga ishonishganki, yaxshi doktorskiga qildirishgan qarindoshlaringiz. Endi maqtanish bo'lib ketdi-yu, lekin bor, xudoga shukr. Oshqozonda yarasi borlarga mumkinmi bariatriya? Yarasi bor bemorlarni avvalambor qanaqa yaraligiga qarab turib, agar katta yara bo'ladigan bo'lsa, bariatriya qilinmagani ma'qul. Oshqozonda katta yarasi bor bo'lgan bemorlar odatda ozg'in bo'ladi. Semiz bemorlarimizda oshqozonda mayda yaralar bo'lishi mumkin yoki yengi yaralar bo'lishi mumkin yoki yara oldi holatlari, mayda toshma ko'rinishidagi eroziyalar deymiz, shunaqa narsalar bo'lishi mumkin. Unaqa bo'lgan bemorlarni har doim ma'lum bir vaqt davolab, yaralari bitib bo'lgandan keyingina operatsiyaga o'tkazamiz. Yaqinda ham xuddi shunaqa bemorimiz keldi. Oshqozonda aytarli hech qanaqa shikoyatlar yo'q edi. Biz hamma bemorlarni to'liq tekshirishga harakat qilamiz, чтобы bizga hech qanaqa asorat kerak emasdi. To'liq tekshiruvdan o'tkazayotgan paytimizda bemorimizda oshqozonda eroziyalar, ya'ni mayda yaralar deymiz, mayda yaralar aniqlandi. Bemorimizni bir haftaga operatsiyasini, u vodiydan kelgandir, Farg'onadan keyin bemorimizni shuncha yo'ldan bosib keldim, operatsiya ko'roq qolgan joyda ham yo'q deb qaytarib, bir hafta 10 kun davolab, undan keyin amaliyot o'tkazdik. Xudoga shukr, bemorimiz qandli diabetli bilan edilar. Xudoga shukr, yaxshi natija bilan o'zlari ham xursand bo'lib, bizdan mamnun bo'lib ketdilar. Baribir to'g'ri yondashgan yaxshiroq. To есть haligi standart bo'yicha kerak bo'lsa ozgina davolab, operatsiyaga shoshmasdan operatsiya qilingani ma'qul. Shunaqa patsient keldida, o'pkasiga, oshqozon o'pkasiga chiqib ketuvimidan xolani shunaqa og'ir holatda keladilar-da, patsientlar keladi. Shunda oshqozonlari, o'pkalari chiqib ketib qolgan. Mana shunaqa narsa bor. Mana oshqozon qorin bo'shlig'ida joylashgan kerak. Qorin bo'shlig'i bilan ko'krak qafasini, ko'krak qafasi tepa, qorin bo'shlig'i alohida, orasida parda bor, diafragma deb ataymiz.
oshqozon qorin bo'shlig'ida joylashishi kerak, естественно bilasiz. Ularda shunaqaki boyagi mana ovqat yeysiz, og'izdan qizilongacha o'tadi. Qizilongach boyagi pardadan o'tayotganda o'zining teshigi bor. Teshik orqali o'tgandan keyin oshqozonga aylanib ketadi. O'sha o'tadigan teshik pardadagi teshik kattalashib ketadi, oshqozonning butun qismi ko'krak qafasiga chiqib ketgan. Bemorimiz Qozog'istonlik bemor edi. U bemorimizni nafas siqishi, yurak urib ketishi, ayniqsa ovqat yegandan keyin kabi shikoyatlar bezda qilgan. Bir necha 10 yil davomida hali kardiologda, pulmonolog, o'pka doktorida davolanib yurgan haligi bemorimiz, lekin naf bo'lmagan. Bizning klinikamizga keldi. Nima uchun bizning klinikamiz afzal, nima uchun qimmat degan joyingizga yana bitta yechim. Bizda ko'p tomonlama, har tomonlama yondashishimiz mumkin bemorga. Qo'shimcha hali kichkina kasalliklari ham qolib ketmaydigan darajada tekshiruvlardan o'tkazamiz. O'shaning uchun iloji boricha asoratlar minimal bo'ladi. Bemorlar aksariyati yaxshi yechim topib ketadi. O'shaning uchun bizda qimmatroq. Haligi yurak muammosi bilan kelgan bemor akasiyotda haligi oshqozoni qorin bo'shlig'ida emas, o'pka, ya'ni ko'krak bo'shlig'ida joylashgan. O'shaning hisobiga u yurak ezgan, o'shaning hisobiga o'pkani ezgan, plastikalari bor, operatsiya turlari bor, u haqida to'xtalib o'tirmayman. Hammasini Xudoga shukr muvaffaqiyatli o'tkazdik. Bemorimiz bizdan hozirgi kungacha mamnun, Xudoga shukr. Siz nafaqat bariatrik operatsiya emas, balki onkolog hamsiz. Demak, onkologiyaga oid bo'lgan muammolarni ham yechasiz. Xudoga shukr, Xudoga shukr. Onkologiya bo'yicha qator davlatlarda malaka oshirib kelganman. Undan tashqari 23-yilda onkologiya spetsializatsiyasidan o'tganmiz. Ya'ni qorin bo'shlig'idagi onkologik muammolarni ham Xudoga shukr yaxshi natijalar bilan amaliyotlarni amalga oshirib boryapmiz. Bularga kelsanglar, nafaqat bariatriya, balki bitta operatsiyani o'zi 2-3 ta muolajani ham o'tashlari mumkin. Ya'ni o'sha nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, bartaraf qilishlari mumkin. Bitta operatsiyani ichida boshqa operatsiyalar ham qilinadi, mayda-mayda. Nafaqat xirurgik, bizning klinikamizni yana maqtab qo'yaman. Bizda agarda bo'lishi mumkin shunaqa bemorlarimiz ko'plabda, bemorlarda orcha vazn bor yoki qandli diabet borda, plus ginekologik qanaqadir sidik tutolmaslik bo'lishi mumkin-da, yoki qanaqadir urologik bo'ladimi o'sha payt o'zida? Ginekologlar bilan kelishgan holatda aytamanki, bizda agarda haqiqatan bemor holat tortadigan bo'lsa, kardiologik, ansiologik tomondan qarshi ko'rsatmalar bo'lmaydigan bo'lsa, hammasini bir vaqtda o'zida bartaraf qilib ketish mumkin. Ham urologik, ham ginekologik immunologik holatlar bizda ko'p. Birdaniga bu bitta narkoz agarda tortadigan bo'lsa bemor holatida qarshi ko'rsatmalar bo'lmaydigan bo'lsa, nima uchun bu amaliyotlarni bir vaqtda bitta narkozda, bitta statsionarda yotganda ham bemor holati uchun yaxshi, ham bemorga mablag' tomonidan arzon tushadi. To есть alohida yana 10 kun больницада yotib, yana qiynalib, yana antibiotiklarni olib, yana dori-darmon 2 barobar tushgandan ko'ra nimaga qilinish kerak emas. Klinikaning jihozlanishi yetadi, imkoniyatlari yetadi. Bemorda ko'rsatma bo'lsa, qarshi ko'rsatma bo'lmaydigan bo'lsa, nima uchun qilish kerak emas. Sizni ko'rgan kuzatuvchilarimiz agar sizga bemor bo'lgilari kelsa, aynan sizni qayerdan topishadi? Bugungi kundagi faoliyatingiz aynan qayerda? Bizda hozirgi kunda asosiy faoliyatimizda Shoh International Hospitalda faoliyat yurg'izaman. Kontaktlarimizni qoldirishimiz mumkin. Hamda sizlarga Instagramlarni qoldiramiz va Telegramlarni ham qoldiramiz bog'lanish uchun. To'g'rimi? Rahmat. Ko'pchilik aynan bariatriya operatsiyadan qo'rqadi. Ish qilib yaxshi chiqamanmi, holatim yaxshilanadimi, qilganimdan afsuslanmaymanmi degan narsa bo'ladi-da. Shu savolga qanday javob bergan bo'lardingiz? To'g'ri savol bo'ldi. Bemorlar ko'pchiligi qo'rqadi, o'ylaydi. Qo'rqishiga albatta o'rinli, lekin bariatriya bu sog'lomlashtirish uchun, sog'lom turmush tarziga o'tish uchun qilinadigan operatsiya. Qancha erta qildirsa, shuncha yaxshi. Xuddi shunaqa qandli diabetda ham agarda qancha erta davrda operatsiya qilinadigan bo'lsa, shuncha bemorning sog'ayish ehtimolligi, dori-darmonni erta chiqishi, natijasi shuncha yaxshi bo'lish ehtimolligi yuqori. Undan tashqari operatsiyalar hozirgi kunda gazli narkozda, zamonaviy narkozda, to есть oldingidagi asoratlari yo'q bo'lgan narkoz bilan o'tkaziladi. Undan tashqari operatsiya laparoskopik usulda yoki robotda, zamonaviy usulda o'tkazish mumkin. Hammasi 3 ta yoki 4 ta teshik orqali qilinadi. Teshiklar bilinmaydi ham. Teshiklar aytarli eng kattasi 1 sm gacha bo'ladi. Hammasi kosmetik choq qo'yib chiqiladi. Kelajakda bemor bariatrik operatsiya o'tkazganmi, yo'qmi, qoringa qarab turib umuman farqlash mumkin emas. Operatsiyaning davomiyligi ham hozirgi kunda Xudoga shukr, tajribamiz men o'ylayman borgan sari oshib boryapti, yetarli. Men o'ylayman unaqa uzoq vaqt ham emas. Taxminan qancha? Agarda sliv rezeksiyasini oladigan bo'lsa 20 minut, yarim soat. Mana oshqozonni kesishda, agarda gastrit shuntlash qilinadigan bo'lsa, albatta turiga qarab turib 1 soatdan 2 soatgacha o'tkazishimiz mumkin. Tajribamiz Xudoga shukr yetarli. Eng asosiysi 1 kun, 2 kunda haligi
o'zini ehtiyojini qondira olmaydigan bemorlarimizni Holat yaxshi yaxshilanadi. yaxshi qadam bo'ladiki, 1-2 soatda hamma narsasi orqada qoladi. Qutulib oladi shu darddan o'ylab yurganda. Men o'ylashimcha, ko'rsatma bo'lsa o'ylab o'tirish kerak emas. Operatsiya kelish kerak, qilish kerak, qutulish kerak. Albatta hamma podrяд emas, ko'rsatma bilan albatta. Juda mana yuqori vaznlilar, 200 qanchalik, 160-180 kiloliklar hattoki o'zini eplolmay qoladi. Shunaqa paytda yanada vazni ortib ketmasdan oldin imkoniyat borligida, vaziyati borligida qildirib olish kerak demoqchisiz. Menda bitta bemorimiz borlar, Sirdaryolik, 220 kilolik bemorimizni men ko'rib borganimda chaqirishganda, Sirdaryoga chaqirishgan operatsiya qilish uchun bemorimizni faqat yotardilar. O'zlarining ehtiyojlari bor-ku, birlamchi hojatga chiqish, qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, o'shani ham o'zlari bajara olmasdilar. To есть kimdir o'tga qo'yish kerak, kimdir sudni berish kerak, mana shunaqa holatda edi. Bemorimiz infarkt o'tkazgan holatda edi. 2-3 oy oldin infarkt o'tkazgan. Infarkt sababi ham shu semizlik, ortiqcha vazn bo'lgan. Xudoga shukr, mana yolg'on bo'lmasin, 2 oy oldin o'tsam, bemorimizni bizga haligi Sirdaryodagi operatsiyaga o'tsam, haligi stol yasatibdilar biz uchun. Что mana men 100 kiloga tushdim. Hozir tog'da qanaqadir asalchilik bilan shug'ullanyapman. 5 mahal masjidga chiqib namoz o'qiyman. Mana shunaqa. Demak, yengilmadi. Yotgan bemor, hattoki o'zini birlamchi ehtiyojini qondira olmaydigan odam, tualetga, hojatga chiqa olmaydigan odam ham-da, hojatga o'zi chiqa olmaydi. Kimdir ularga qarab o'tirish kerak. Tuni kunda hojatga chiqasizmi, haligidagi qilib o'tiradigan odam hozirgi kunda asalchilik bilan shug'ullanib, 5 mahal namoz uchun masjidga chiqib, juda xursand. Bunaqa bemorlar nima uchun vaqtni cho'zish kerak? Bugungi ishni ertaga qoldirish kerak. U nafaqat o'ziga, nafaqat o'ziga, bu oilasiga ham yordamda. Bugungi ishni ertaga qoldirish kerak emas. Ertaga qoldirish kerak emas. Ras kasallik bor, ko'rsatma bor, operatsiyaga o'ylash kerak emas. Men o'ylayman, hozirgi kunda ishonchli meditsina, endi kafolatli desa ham qaysidir ma'noda to'g'ri bo'ladi. Qildirish kerak, qutulish kerak. Demak, mana og'ir vazndagi bo'lgan bemorlarimiz uchun shuncha ma'lumot. Bugungi ishni ertaga qo'ymang. Sog'lik baribirga ham birinchi o'rinda inson uchun. Qanchalik yengillashsak, hayotimiz ham shunchalik yengillashadi. Demak, aziz kuzatuvchilarimiz, bugungi mehmonimiz ham abdominal xirurg. Shu bilan birgalikda 14 yillik tajribaga ega bo'lgan xirurg, bariatrik operatsiyalar o'tkazuvchi xirurgimiz edilar. Agar sizga ushbu intervyumiz yoqqan bo'lsa, bizga like bosing va kommentariyada yozing. Bularni izlamoqchi bo'lsangiz, biz albatta opisaniyada ham raqamlarni qoldiramiz va qiziqarli, sog'ligingiz uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni bilib olish uchun Instagramlariga obuna bo'lib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Intervyularni hali zo'rlari oldinda. Sog' bo'ling. Rahmat doktor. Sizga ham rahmat kattakon. Xursandman mana shunaqa siz bilan uchrashganimdan, maroqli suhbat o'tkazganimizdan. Kimda kim bemorlar kasallik haqiqatan bo'ladigan bo'lsa, yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, biz har doim tayyormiz. Qo'limizdan kelgancha yordam berishga. Bemalol murojaat qilishligi mumkin. Kommentda ham o'z fikrlaringizni yozinglar. Doktorga oid qanaqadir savolinglar bo'lsa, ular aynan kommentimiz orqali javob beradilar, to'g'rimi? To'g'ri. Sog' bo'ling. Rahmat doktor kattakon. Bugun juda ham qiziqarli ma'lumotlarni berdingiz. Nafaqat men uchun, balki kuzatuvchilarimiz uchun ham kerakli ma'lumotlar bo'ldi. Rahmat. Rahmat kattakon.